Imom Junayd rahimahulloh aytadi, xushu allamul g'uyub bo'lgan zotga hokisor bo'lish. Xushu Alloh uchun hokisor bo'lishlik. Agar banda Alloh uchun hokisor bo'lsa, xushuli bo'lsa, bunaqa bandani Alloh taolo odamlarga xor qilib qo'ymaydi. Mayitni ko'tarib olib kelishadi masjidga, janoza o'qigani. Ana shu mayitni qarindoshlarining orasida benamozlari bo'ladi. Odamlar masjidga kirib, namozni o'qib, janozani o'qib chiqqanida haligi benamoz qarindoshlar tashqarida turadi. Qo'l qovushtirib. Mana endi masjiddan namozxonlar chiqqanda haligilarning oldida uyalib turib, boshini yerga qilib, egilib turadi. Ya'ni xor bo'lib turadi. Shu yerda hijolat bo'lib turadi. Ko'ring-da, namozxonlar masjiddan chiqadi, ular boshini hijolatdan egib turadi. Bunaqa benamozlar Allohga sajda qilishlikdan kibr qildimi? Endi Alloh taolo ularni odamlarning oldida boshlarini egib qo'yadi. Masjidga kirishdan kibr qildi, Allohga ibodat qilishdan kibr qildi, qullik qilishdan kibr qildimi? Bunaqa odam umrining oxirida Alloh uni aziz qilishini umid qilmasin. Bu noto'g'ri qarash. Endi Allohga ibodatda bo'lgan, doim ilm majlislarda bo'lgan, Qur'on tilovat qilgan, Allohga, uni payg'ambarga muhabbatli bo'lgan haqiqiy mo'min bandasini Alloh taolo hech qachon tashlab qo'ymaydi, xor qilib qo'ymaydi. Ana shu qilgan savobli amallari hayotida albatta o'zini samarasini beradi. Jamiyatda bunday odam hurmat e'tiborli bo'ladi, izzat ikromga ega bo'ladi. Agar sen Alloh uchun xoshi bo'lsang, xushuli bo'lsang, Allohdan qo'rqib, Alloh uchun bo'yin egadigan bo'lsang, sen Alloh uchun qadrli banda bo'lasan, seni tashlab qo'ymaydi. Ishlar seni hurmatingni ko'payishiga, karomat egasi bo'lishingga qarab ketayotganligini ko'rasan. Agar haqiqiy iymon egasi bo'lib, xushuli bo'lsang, buni mevasini albatta hayotingda totiysan. Xushu demak, birodarlar, bo'yinsunish, bosh egish degani. Ko'zingni tiy deyildi. Albatta bu buyruq insonning nafsiga yoqmaydi. Agar sen xushuli bo'lsang, ko'zingni tiyasan, demak Allohdan qo'rqding. Xushuning o'rni qalb. Xushu qalbda bo'ladi. Bu jasadda, tashqi xatti-harakatlarimizda emas. Xushuning o'rni qalb. Bir odam eski kiyimlarni kiyib oladida, boshini egib, yelka